Koinot ajoyib makon. Unda milliardlab xilma-xil yulduzlar, mayda jismlar va ulkan super gigantlar mavjud. Ularning ba'zilari xira, boshqalari yorqin tusda, odatiy va g'ayrioddiy ko'rinishda. Ularning barchasi tortishishning ko'rinmas kuchlari bilan bog'lanib, galaktikalar va yulduz turkumlarini hosil qiladi. O'z navbatida, galaktikalar ham doim faol hayot kechiradi, shakllanadi, rivojlanadi va bir-biriga hujum qiladi. Ular tabiatning asosiy qonunlari bilan belgilanadigan murakkab va tartibli ichki tuzilmaga ega. Bizning galaktikamizning ham qo'shnilari bor. Ularning eng qiziqarlilari haqida esa hozir gaplashamiz. Expert Mediaga obuna bo'ling. Videolarimizga like bosing. Bu biz qilayotgan mehnatni qadrlashingizni bildiradi. Koinotdagi galaktikalarning aniq soni ma'lum emas. Bu raqam bir necha 100 milliardlarga teng deb taxmin qilinadi. Galaktikalar har xil shaklga ega bo'lishi mumkin. Ularning asosiy turlari elliptik, spiral, linzasimon va tartibsiz bo'ladi. Shuningdek, qo'shimcha kichik sinflarga ham ajraladi. Misol uchun, Somon yo'li kashakli spiral galaktikalarga mansub. Har qanday galaktika juda ko'p yulduzlardan iborat bo'lganidek, mazkur obyektlarning vazni aql bovar qilmaydigan qiymatga yetishi mumkin. Masalan, Segway 2 mitti galaktikasining vazni bor yo'g'i 550 ming quyosh massasiga teng. O'ta gigant elliptik galaktika IC1101 galaktikasi esa Somon yo'lidan 1700 marta og'irroqdir. Bizning galaktikamiz o'zining eng yaqin qo'shnilari bilan birgalikda mahalliy guruh deb ataladigan ittifoqning bir qismidir. U 50 dan ortiq galaktikalarni o'z ichiga oladi. Ulardan 3 tasi nisbatan katta galaktikalardir. Bular Somon yo'li, tumanli Andromeda va uchburchak yulduz turkumidagi galaktika. Mahalliy guruhning diametri taxminan 10 million yorug'lik yili, massasi esa quyosh massasidan taxminan 300 trillion marta ortiqni tashkil etadi. O'z navbatida, mahalliy guruh boshqa bir qancha kichik galaktik klasterlar bilan birga mahalliy to'plamning bir qismi bo'lib, diametri taxminan 23 million yorug'lik yili bo'lgan tekis bulutdan iboratdir. Uning qalinligi taxminan 5 million yorug'lik yiliga teng. Mahalliy to'plam Sunbula superklasteriga kiritilgan. Koinotning keng ko'lamli tuzilishining ulkan elementiga tegishlidir. Shartli ravishda mahalliy guruh 4 qismga bo'linadi. Birinchisi Somon yo'lining kichik guruhlari deb ataladi va bizning galaktikamiz va uning yo'ldoshlaridan iborat bo'lib, ular ham mitti galaktikalar, yulduz klasterlardan tashkil topgan. Somon yo'li klasteridagi ikkinchi eng katta galaktikadir. Zamonaviy hisob-kitoblarga ko'ra, u 200 dan 400 milliardgacha yulduzlarni, shuningdek 25 dan 100 milliardgacha jigarrang karliklarni o'z ichiga oladi. Bizning galaktikamiz spiral tuzilishga ega va diametri taxminan 200 ming yorug'lik yili bo'lgan diskni tashkil etadi. Uning qalinligi atiga 1000 yorug'lik yiliga teng. Ammo diskning markazida diametri taxminan 27 ming yorug'lik yil bo'lgan qalinlashgan bulge bo'rtiq bor. Unda 43 millionga teng bo'lgan supermassiv qora tuynuk borligi taxmin qilinadi. Uning atrofida quyosh massasidan 1 dan 10 ming barobarigacha bo'lgan kichik qora tuynuklar aylanadi. Somon yo'li massasining katta qismi qora materiyadan iborat deb hisoblanadi. Shuning uchun bu parametrni aniqlash hali imkonsiz. So'nggi hisob-kitoblarga ko'ra, bizning galaktikamizning massasi quyosh massasidan taxminan 1,5 trillion marta katta. Somon yo'lidan biroz uzoqda biz uning 31 ta sun'iy yo'ldoshi borligini ko'rishimiz mumkin.
Ular asosan ulkan qo'shnisining tortishish ta'sirida shakli o'zgargan, tartibsiz shakldagi mitti galaktikalardir. Eng yaqin sun'iy yo'ldosh SMA Dwarf mitti galaktikasi bo'lib, uni katta it yulduz turkumida topish mumkin. U Yerdan 25 ming yorug'lik yili va galaktikamiz markazidan 42 ming yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Bu mitti galaktika cho'zilgan ellips shakliga ega bo'lib, tarkibiga 1 milliardga yaqin yulduzlar, asosan qizil gigantlar kiradi. Somon yo'lidagi tortishish kuchi ta'sirida katta it galaktikasi parchalanib ketmagan. To'lqin kuchlari chiqarib yuborilgan yulduzlardan yagona shohli halqa Somon yo'lini o'rab turgan murakkab halqa shaklini hosil qildi. Afsuski, bu turkumni kuzatish juda qiyin, chunki u bilan yer o'rtasida gaz va chang bulutlari joylashgan. Somon yo'lining eng katta sun'iy yo'ldoshi va mahalliy guruhdagi 4-yirik galaktika Katta Magellan bulutidir. Uning kengligi taxminan 163 ming yorug'lik yiliga teng. U bizning galaktikamiz diametridan 7 marta kichik bo'lib, tarkibida 30 milliardga yaqin yulduz mavjud. Shuningdek, bulutlarning massasi Somon yo'lining massasidan 300 baravar kam. Bunday katta farq markazda supermassiv qora tuynukning yo'qligi, shuningdek, galaktikamizning galaktik galosida qora materiyaning ulkan massalari mavjudligidir. Bulut SBM sinfiga kiradi. U mitti spiral va tartibsiz galaktikalar orasidadir. Og'ir qo'shnilarning tortishishi ta'siri unda spiral tuzilma izlarini qoldirdi. Ammo markazdagi kashak aniq ko'rinib turadi. Katta Magellan bulutining maxsus namunalariga ega. Masalan, 165 ming yorug'lik yili masofasida joylashgan R136A1 kashf etilganlar orasida eng og'ir yulduzdir. Bu ko'k supergigant Quyoshdan 315 marta og'irroq va uning sirt harorati 40 ming Kelvindan oshadi. R136A1 ning yorug'ligi Quyoshdan 87 million barobar katta. Bu yerda koinotdagi eng katta yulduzlardan biri ham joylashgan. Qizil supergigant WOH-G64 ning diametri 1,5 ming Quyosh massasini tashkil qiladi. Bu kashf etilgan eng katta supergigant Stevenson 218 ning diametridan atiga 25% ga kam. Yulduzlar evolyutsiyasi haqidagi zamonaviy g'oyalarga ko'ra, WOH-G64 o'z rivojlanishining so'nggi bosqichida va bir necha ming yil ichida yangi yulduzga aylanadi. Somon yo'lining kichik guruhi haqida gapirganda, sunbula turkumini unutmaslik kerak. U yulduzli osmonning taxminan 5% ni egallaydi va bizning galaktikamizning chekkasida bir necha 100 ming yulduzdan iborat juda tarqoq va rangsiz turkumni tashkil etadi. Aksariyat olimlarning fikriga ko'ra, sunbula turkumi Somon yo'li tomonidan deyarli butunlay parchalanib ketgan mitti sharsimon galaktikaning qoldiqlaridan iborat. Yana oldinroq yursak, tez orada Andromeda tumanligi deb nomlanuvchi galaktikaga duch kelamiz. Yo'ldoshlari bilan birgalikda u mahalliy guruhning bir qismiga kiradi va Andromeda kichik guruhini tashkil qiladi. Bu galaktikaga bo'lgan masofa taxminan 800 kiloparsek yoki 2,5 million yorug'lik yiliga teng. Bu esa uni bizga eng yaqin mitti bo'lmagan galaktika ekanligini tasdiqlaydi. Andromeda tumanligining diametri taxminan 220 million yorug'lik yiliga teng. Bu Somon yo'lining diametridan biroz kattaroq. Unda trillionga yaqin yulduz bor. Bu bizning galaktikamizdagi yulduzlar sonidan 3-5 baravar ko'p. Galaktikalarning massasi esa taxminan 1 xil va 1,5 trillion Quyosh massasiga teng. Bu Andromeda tumanligini tashkil etuvchi yulduzlarning Somon yo'lidan yoshi kattaroq va yengilroq ekanligi bilan bog'liq. Eng yaqin qo'shnilarimizdan biri bo'lgan Andromeda
ko'z bilan ko'rish mumkin bo'lgan kam sonli galaktikalardan biridir. U cho'zinchoq yorqin nuqtaga o'xshaydi va uning burchak diametri oynikidan 6 marta katta. Andromeda tumanligi spiral shakldagi galaktika bo'lib, ikki ajratilgan tarmog'i ham mavjud. Uning o'ziga xos xususiyati ikki yadroligidir. Teleskop orqali qaralganda galaktika markazida ikki xil yulduz klasterini ko'rish mumkin. Ularning orasidagi masofa taxminan 5 yorug'lik yiliga teng. Bir nazariyaga ko'ra, Andromeda qachonlardir boshqa galaktikani yutib, uning yadrosini egallagan. U hali ham faqat bitta yadroga ega, ammo uning bir qismi bulut bilan to'silgan degan taxmin ham mavjud. Galaktikaning markaziy qismining umumiy massasi hisob-kitoblarga ko'ra Quyoshnikidan 140 million martaga ko'p. Andromeda tumanligi 400 ga yaqin globulyar yulduz klasterlarini o'z ichiga oladi. Bu somon yo'lidan 2-3 baravar ortiqdir. Bu Andromeda o'tmishda ko'plab mitti galaktikalarni yutib yuborganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin va bu klasterlar ularning yadrolarining qoldiqlari bo'lishi ehtimoli ham mavjud. Bu galaktikada 30 ga yaqin sun'iy yo'ldosh mavjud bo'lib, ulardan eng yorqinlari M32 va M110 mitti spiral galaktikalardir. Ba'zi nazariyalarga ko'ra, bir necha milliard yil oldin M32 Andromeda tumanligi bilan to'qnashib, uning tuzilishida ulkan tuynuk qoldirgan. Taxminan 5 milliard yil ichida somon yo'li Andromeda tumanligi bilan to'qnashadi deb taxmin qilinadi. Bunday ulkan uchrashuvning oqibatlarini aniq taxmin qilish imkoni hali mavjud emas. Lekin bu albatta ulug'vor tomosha bo'ladi. Mahalliy guruhning 3-yirik a'zosi uchburchak yulduz turkumidagi galaktika. U somon yo'lining yarmiga teng va yo'ldoshlari kashf qilinmagan. Ammo mahalliy guruhdagi ba'zi mitti galaktikalar unga tortishish kuchi yordamida bog'langan bo'lishi mumkin. Katta ehtimol bilan uchburchak yulduz turkumidagi galaktikaning markazida supermassiv qora tuynuk yo'q. Uning diametri taxminan 50 ming yorug'lik yiliga teng bo'lib, somon yo'ligacha bo'lgan oralig'i 2,7-3 million yorug'lik yilgacha bo'lgan masofada joylashgan. Bu galaktikada shuningdek faol yulduz shakllanishining ma'lum bo'lgan eng katta hududi bo'lgan NGC 604 tumanligi ham mavjud. Ushbu molekulyar bulutning diametri 1300 yorug'lik yiliga yetadi. Galaktikada umumiy vazni taxminan 100 ming quyosh massasiga teng 200 ga yaqin gipergigantlar bir-biriga yaqin joylashgan. Bular yosh va qaynoq yulduzlar bo'lib, ularning kuchli nurlanishi yulduz klasterini o'rab turgan gazni ionlashtiradi va uning yorqin porlashiga sabab bo'ladi. Bu esa tumanlikni yorqinlashtiradi. Bundan tashqari, mahalliy guruhga yuqoridagi kichik guruhlarning birortasiga ham tegishli bo'lmagan obyektlar kiradi. Qoidaga binoan, ushbu uzoq mitti galaktikalar yirik uchlik galaktikaning birortasi bilan mustahkam tortishuv kuchiga ega bo'lmagan yulduz klasterlaridir. Ular orasida IC10 galaktikasini alohida ko'rib chiqish mumkin. U Quyoshdan taxminan 2 million yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan va faol yulduz shakllanishi jarayonini davom ettirayotgan mahalliy guruhdagi yagona galaktikadir. IC10 muzli 10 ta ulkan vodorod qobig'iga ega bo'lib, uning radiusi galaktika radiusidan ancha katta. Bundan tashqari, IC10 ning yulduz aylanasi mazkur qobiq bilan qarama-qarshi tomonga aylanadi. O'lchami 100 minglab yorug'lik yiliga teng bo'lishiga qaramay, hatto eng katta galaktikalar ham koinotning keng ko'lamli tuzilishidagi mayda nuqtalardir. Ular orasidagi masofalar juda katta, chunki yorug'lik ularning yaqiniga yetib borish uchun millionlab yillar yo'l bosib o'tish kerak bo'ladi. Biz esa ularni kuzatishimiz va o'rganishimiz mumkin. Koinotda ko'plab sirlar mavjud va insoniyat ularni kashf etishdan to'xtamaydi. Zero har bir kashfiyot bilim yo'lidagi yana bir qadamdir.